وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizda davom etkazamiz. Biz Muallim Soniy kitobi bo'yicha sizlar bilan qof harfiga kelib to'xtagan edik. Men qof harfini Muallim Soniydagi so'zlarni doskaga yozib boraman. Darsimizning odatiga ko'ra, siz azizlar ham buni unutmang. Siz ham yozing, albatta bizga yo'llang. Inshaalloh o'z munosabatimizni sizga bildiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, yozishni boshlaymiz. Demak, qof harfining so'z boshida kelishligi. Qof harfi ham fo harfidan, ya'ni fa harfidan faqat bir nuqta bilangina farq qiladi. Qof harfi bu shaklda so'z boshida kelinadi. Faqat fa harfda, ya'ni fa harfda bitta nuqta bo'lsa, qof harfda esa ikkita nuqta bilan farqlanadi. Demak, qof harfining o'rtada kelishligi ham xuddi fa harfidek bo'ladi. Faqat bunda ham ikkita nuqta bor ustida. Qof harfining so'z oxirida kelishligi. Qof harfining bu kasi, ya'ni qozonchasi fa harfidan ko'ra chuqurroq bo'ladi. Demak, harakat qo'yamiz. Harakat qo'yib va qanday o'qilishligini birgalikda bajaramiz. Demak, bu shakl, ya'ni fatha qof harfining ustida bo'lsa, qo bo'lib o'qilinadi. Biz o'zi fathani a deb o'qiyotgandik. Masalan, fa deb o'qidik yoki va deb o'qidik. Qof harfini ustida agar bu fatha bo'lsa, o bo'lib o'qilinadi. Ro harfining ustida bo'lsa, o bo'lib o'qilinadi. Sod harfini hali keladi inshaalloh. Demak, qo kasra bo'lsa, qi, domma bo'lsa esa qu. Demak, fatha, kasra, domma. Shu bilan tovush o'zgaryapti. Demak, keyin so'zni yozamiz. Bu harf ro harf. Agar shu ro harfining ustiga bir nuqta qo'ysak, za harfiga aylanadi. Qof harfini yozamiz. Va bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Za harfimiz dommalik, zu, qof harfimiz esa sukunlik, zuqo, zuqo. Keyingisi qof va nun harflari. Yozishni unutmang, men bilan birga yozib boring. Demak, qof va nun harflari. Bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Qof harfimiz kasralik, qi, nun harfimiz esa sukunlik, qin, qin. Keyingi so'zimiz qof va lam harflari. Qof va lam harflari. Qof harfimizni domma bilan belgilaymiz. Qu bo'ladi. Lam harfimiz esa sukun. Qul, qul. Keyingisi qof va mim. Qof va mim harfi. Qof harfini domma bilan belgilaymiz. Qu bo'ladi. Mim harfi esa sukun bilan qum, qum. Keyingi so'zimiz qof va fa harflari. Qof yozamiz va fa harfini yozamiz. Qof harfida ikkita nuqta, fa harfida esa bitta nuqta. Fa harfining nimasi xuddi ba'dikidek, kasi. Demak, bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Qof harfimiz kasralik, qi, fa harfimiz esa sukunlik, qif. Demak, qif deb o'qilinadi. Keyingisi qof harf va ha harfi. Ha harfi. Qof va ha harfi va harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Qof harfimiz kasralik, qi, ha harfimiz esa sukunlik, qi,
qi deb o'qilinadi. Endi 3 ta harflikka o'tdik. Keyingi qatori qof va lam va ba harflari. Qof va lam va ba harflar. Bunga harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Qof harfimiz fathalik, qo, lam harfimiz sukunlik, qol, ba harfimiz esa dommalik. Qalbu, qalbu deb o'qilinadi. Endi esa aksi qof va ba va lam harfi. Qof va ba va lam harflari. Endi harakat qo'yamiz. Qof harfimiz fathalik, qo, ba harfimiz sukunlik, qob, lam harfimiz esa dommalik. Qabalu, qabalu. Fa va vav va qof harflari. Fa va vav va qof harfi. Fa harfida bitta nuqta, ikkita emas. Demak, fa harfida ustida fatha bor, fa. Vav harfida sukun bor, fau. Qof harfida esa domma bor, fauqu, fauqu deb o'qilinadi. Keyingisi qof va lam va mim harflari. Qof, mim, lam va mim harf. Demak, harakat qo'yamiz. Qof harfimiz fathalik, qo, lam harfimiz ham fathalik, qola, mim harfimiz esa sukunlik, qolam, qolam. Sukun bu ravishda ham bo'ladi, bu ravishda ham bo'ladi. Ya'ni Qur'oni Karimda ko'proq bu shaklda sukunga qo'yilgan. Qolam. Keyingisi mim harfi va ro harfi. Qof va mim va ro harflari. Qof harfimiz fathalik, mim harfimiz ham fathalik, ro harfimiz esa sukunlik. Qamar, qamar, qamar deb o'qilinadi. Lam harfi va qof harfi va ba harfi. Lam va qof va ba harflari. Lam harfimiz fathalik, la, qof harfimiz ham fathalik, qo, la qo, la qo, ba harfimiz sukunlik, laqobi, laqobi deb o'qilinadi. Keyingisi qof va mim va yana qof va yana mim harfi. Demak, qof, mim harflari. Qof harfimiz dommalik, qu, mim harfimiz sukunlik, qum va bu ikkinchi qof harfi ham dommalik, qum, qu, mim harfimiz sukunlik, qum, 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 qum. Keyingisi ana ko'payyapmiz ekan harflarda. Birinchi o'zini o'qidik, ikkinchi ikkita harfli o'qidik, uchinchi esa sekin 3 ta harflik, mana 4 ta harflikni birga qo'shib o'qishlikka kirishyapmiz. Alloh muallif rahimahullohni o'zi rahmatiga olsin. Bizga shunday bir ilmni, ya'ni arab harflarini o'qishlikni osonlashtirib berdilar. Alloh taolo u kishini joylarini jannatdan qilgan bo'lsin. Ahmad Hadi hazratlari. Demak, keyingisi iqtaroba. Alif yozamiz, qof yozamiz, ta yozamiz va ro harfini yozamiz va ba harfini yozamiz. Demak, harakatlarni qo'yib birgalikda o'qiymiz. Qof harfimiz sukunlik, iq, ta harfimiz fathalik, iqta, ro harfimiz ham fathalik, iqtaro, ba harfimiz ham fathalik, iqtaroba, iqtaroba. Endi yozganlarimizni birgalikda o'qiymiz va men so'ng uni o'chirib keyin yana qolganini yozamiz. Demak, birinchisi qo,
qi, qu, zuq, qin, qul, qum, qif, qih, qalbu, qablu, fawqu, qalam, qamar, laqab, qum, iqtaraba. Mana bu shaklda o'qilinadi inshaalloh. Siz azizlar buni ko'chirib oling. Yozganingizda albatta bizga yo'llang. Ham inshaalloh darsimizni kuzatib borsangiz, qisqa vaqt ichida inshaalloh ham harflarni taniysiz, ham o'qishda birgalikda o'qishda ham o'rganasiz va inshaalloh harakat qilsangiz yozishda ham ancha bilib qolasiz. Keyingi safar inshaalloh keyingi darslarimizda xottu nasx, xottu ruqa, xottu sulus, xottu divani bu xatlar bor. Mutaxassis ukalarimiz bor. Inshaalloh sizlarga mana shu doskadan turib qanday yozishlikni va uni satr ustida, ya'ni satr chiziq qo'yib, chiziqning ustidan qaysi harf qanchalik ravishda tushadi, qanchalik tepaga chiqadi, bularni hammasini inshaalloh agar qatnashib tursalaring sizlarga o'rgatadi. Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha sizlarga bu harflarni o'qishlikni, yozishlikni o'rgatyapmiz. Alloh o'zi qabul qilgan bo'lsin. Alloh o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. Siz azizlar ham hech suskashmang. Bu dinimiz, bu lug'a arabiyani o'rganishlik, harflarni o'rganishlik, Qur'oni Karimni o'rganishligimiz bu bizning dinimiz. Biz buni o'rganyapmizmi? Bu qof harfini o'rganyapmiz, biz dinni o'rganyapmiz. Shuning uchun himmatimizni yana ham bir yangilab olsak biz uchun yaxshi bo'ladi. Demak, keyingi so'zimiz yaqtaribu. Ya harfini yozamiz va qof harfini yozamiz va ta harfini yozamiz va ro harfini yozamiz va ba harfini yozamiz. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta harfni birga qo'shib o'qiymiz inshaalloh. Va ta harfi yaxshi chiqmay qolibdi. Demak, ya harfimiz fathalik, ya. Qof harfimiz esa sukunlik, yaqo. Ta harfimiz fathalik, yaqota. Ro harfimiz kasralik, yaqotari. Ba harfimiz esa dommalik. Endi bu yaqotaribu deb o'qilinadi. Keyingisi alif, nun, qof, lam, ba harflari. Bunga harakat qo'yamiz. Demak, i, nun harfimiz sukunlik, in, qof harfimiz fathalik, inqalaba. Inqalaba. Keyingisi demak, ya, nun, qof, lam, ba harflari harakat qo'yamiz. Ya, yan, qolibu. Yanqolibu. Qaranglar, endi kaf va dal, kafimiz kaf su'baniya. Kaf va dal va ro harfi. Kaf va dal va ro harfi harakat qo'yamiz. Kadar. Keyingisi esa qof bilan. Qof, dal, ro. Qofimiz fathalik, dalimiz ham fathalik, romiz esa sukunlik. Qadar. Fa. Fa harfimiz fathalik, fa. Nima uchun fa dedik? Chunki ustida bitta nuqta bor.
Agar ikkita nuqta bo'lsa, u qofga aylanib qoladi. Demak, falak, falak. Endi esa keyingisi mana fa harfda bitta, qof harfda esa ikkita. Fa harfimiz fathalik, fa, la, mana falaq, falaq. Demak, fa, ro, kaf harflari, fa harfimiz fathalik, ro harfimiz sukunlik, far, kaf harfimiz esa dommalik, farku, farku. Endi esa fa, ro harf va qof harfi yozamiz. Fa va ro va qof harfi, fa harfimiz fathalik, ro harfimiz sukunlik, far, qof harfimiz esa dommalik, farqu, farqu deb o'qiladi. Demak, qof harfimizdagi so'zlar mana shu. Endi birgalikda o'qiymiz yozganlarimizni. Yaqtaribu, inqalaba, yanqalibu, kadar, qadar, falak, falaq, farqu, farqu. Mana bu qof harfimiz mana shu. Bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Siz azizlar yozishni unutmang. Albatta bizda mana ekranda ko'rib turgan elektron pochtasiga yuboring. Albatta o'z munosabatimizni bildiramiz. Iloji bo'lsa o'qib ham yuboring. O'qib ham yuboring. Sizni to'g'ri yo noto'g'ri o'qiyotganligingizni biz bilib sizga o'z tavsiyalarimizni beramiz inshaalloh. Shuning bilan bugun darsimiz mana shu yerda tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.